Rashid Akalbayev. Sportga bag'ishlangan hayot. Bugun Rashid Akalbayevning tug'ilgan kuni. Shu munosabat bilan ustozni tavallud ayyomi bilan samimiy muborakbod etamiz. Rashid Akalbayev O'zbekistonda jangovar sport yo'nalishida o'z o'rniga ega bo'lgan tajribali murabbiylardan biri. U ko'p yillar davomida kickboksing, kabr va MMA yo'nalishlarida sportchilarni tayyorlab kelmoqda. Uning murabbiylik faoliyati davomida ko'plab yosh sportchilar ring va oktagonda o'zlarini namoyon qilish imkoniyatiga ega bo'lgan. Rashid Akalbayev 2017-yilda O'zbekiston kickboksing terma jamoasining bosh murabbiyi sifatida ham faoliyat yuritgan. Rashid Akalbayevning asosiy maqsadi nafaqat kuchli sportchilarni tayyorlash, balki yoshlarga sport orqali intizom, mehnat va qat'iyatni o'rgatish. U Sport Klub Bars asoschisi sifatida ham jangovar sport rivojiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Bugungi kunda Rashid Akalbayev nomi O'zbekistondagi jangovar sport va murabbiylik faoliyati bilan bog'liq. Uning shogirdlari orasida xalqaro musobaqalarda qatnashgan sportchilar ham bor. Ustozga mustahkam sog'lik, oilaviy xotirjamlik, uzoq umr va murabbiylik faoliyatida yanada ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Barcha ezgu niyatlari amalga oshsin.